ichini yondagi knopka bilan ochiladi. Qog'ozi bo'ladi o'zini. Qog'ozini to'g'rilab qo'yib olamiz. Qo'yganimizda o'zi qog'ozi to'g'ri oladi. Yozib tayyor qilib olganimizni pechatga beramiz. Ajoyib, yozishini qarang. Nima yozib chiqaradi? Nima yirtib kerakli joyga shunday yopishtirib qo'yaversangiz bo'ladi. O'zingiz tovaringizga, o'zingiz brendingizni tushirmoqchi bo'lsangiz, yoki xohlagan narsangizni yozasiz yoki o'zingiz brendingizni nomini yozasiz, data yozasiz. Xullas xohlagan narsangizni yozib, bitta pechat qilib chiqarsangiz bo'ladi. Pechat qilishi ham oson, ham tez, ham tiniq. Apparatimizning o'zining ko'rinishi. Qog'ozi bizda sotuvda bor. Qog'ozdan muammo bo'lmaydi. Bitta zaryadka qilib qo'yasiz, o'zini programmasi bilan, Nimbot degan programmasi bilan bemalol ishlatursiz bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, mana bu yozayotgani lazerda bo'ladi. Hech qanaqa kraska qo'yilmaydi, zapravka qilinmaydi. Bu yerda yana telefoningizga rasmni qo'yishingiz bo'ladi, shtrix kod qo'yishingiz bo'ladi, QR kod qo'yishingiz bo'ladi, har xil narsalar qilsangiz bo'ladi. O'zingizga kerakli bo'lgan pechatni qilib olib, bemalol pechat qilib chiqarsangiz ham bo'ladi. Agar sizga shu printerimiz qiziq bo'lsa, Apple Optimus do'konimizdan topsangiz bo'ladi, yoki o'tirgan holatda, uydan chiqmagan holatda dastavka qildirsangiz ham bo'ladi. Respublika bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. Kelaverasizlar.